Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun Farg'ona viloyati Quva tumani Katta Dehqonobod ko'chasi, Turkiston ko'cha 29-xonadondamiz sizlar. Bu yerga Turkiyaning mashhur Ekol kompaniyasi bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida ishlab chiqarilayotgan Ekol 25 kilovatli kotolimizni dastavka qilib yetkazib bergan edik. Hozir mana yoqib tushuntirish ishlarini olib borish uchun keldik azizlar. Kotolimiz mana so'z holatda ishlab turibdi. Mashalloh mana. Juda ham chiroyli holatda yonyapti. Kotolimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Kotolimiz Ekol 25 200 kvadrat metr uchun mo'ljallangan kotol. Komplektlarida aqlli displey, stabilizator hamda sirkulyatsiya nasos va tozalash uchun juda ham qulay bo'lgan instrumenti bor azizlar. Shunaqangi instrumentlari bor. E'tibor berib qarasanglar, mana kotolimiz ichida juda ham katta garaj bo'lishiga qaramasdan tashqi tomonda hech qanaqangi uston yoki ortiqcha gaz yo'q. Yani chiroyli holatda turibdi hamda ichkarida juda ham katta garaj, bu yoqqa qo'lni qo'yib turib bo'lmaydi, lekin har bir eshigiga bemalol qo'lni qo'yib turish imkoni bor. Bu nimadan darak beradi azizlar? Bu kotolimizni har tomonlama uchi-pik bo'lganidan to'g'ri tomoni hamda tom qismi ham turistki mini vata bilan albatta izolyatsiya qilingan. Azizlar, ma'lumot orqasida aytib o'taman, Ekol zavodi Turkiyaning eng mashhur isitish qozonlari sohasida 30 yillik tajribaga ega zavod hisoblanadi. Shu zavod bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida mana shu mahsulotni ishlab chiqaryapmiz. Kimga shunaqangi kotolda qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu quyidagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin yoki Instagram, Telegram sahifamizga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqangi ma'lumotlardan chetda qolasizlar azizlar.